Sankt-Peterburgda pichoqli hujumda gumonlanayotgan chet el fuqarosi 1 yildan ortiq yashirinib yurib, Moskvada qo'lga olindi. Moskvada hamyurtini zo'rlashga uringan erkak 3 yilga qamaldi. Qizga jinsiy zo'ravonlik qilganlar 8,5 yilga qamaldi. Zakladka orqali narkotik sotmoqchi bo'lganlar 11 yilgacha qamaldi. Nelegal operatsiyasida 14 mingdan ortiq chet ellik Rossiyadan chiqarildi. Rossiya Federatsiyasida chet el fuqarolarini telefon orqali nazorat qilish bo'yicha yangi tizim muhokama qilinmoqda. Onasi o'ldirildi. 5 yoshli qiz qotil bilan bir mashinada qoldi. Lekin bu hali jinoyatning oxiri emas edi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Hafta yangiliklar bilan tanishib o'tamiz. Sankt-Peterburgda pichoqli hujumda gumonlanayotgan chet el fuqarosi 1 yildan ortiq yashirinib yurib, Moskvada qo'lga olindi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, Prospekt Energetikida 2 erkak o'rtasida janjal kelib chiqqan. Janjal paytida 38 yoshli erkakning bo'yni va ko'krak qismiga pichoq bilan zarba berilgan. Og'ir jarohat olgan jabrlanuvchi shifoxonaga olib ketilgan. Hujumda gumonlanayotgan shaxs esa voqea joyidan qochib yashirinib yurgan. Shundan so'ng politsiya uni qidirishni boshlagan. Oradan 1 yildan ortiq vaqt o'tib, gumonlanuvchining Moskvada ekani aniqlangan. 2026-yilning 15-iyul kuni u Prospekt Mirada qo'lga olinib, tergov harakatlarini davom ettirish uchun Sankt-Peterburgga olib ketilgan. Unga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 111-moddasi 2-qismi Z bandi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Oddiy tilda aytganda, bu qurol ishlatib, insonning sog'lig'iga qasddan og'ir zarar yetkazish degani. Agar sud uni aybdor deb topsa, 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Moskvada hamyurtini zo'rlashga uringan erkak 3 yilga qamaldi. 27 yoshli Qirg'iziston fuqarosi u yerda ta'mirlash ishlariga brigadir bo'lib ishlagan va tozalash ishlari uchun hamyurti bo'lgan ayolni ishga chaqirgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ish vaqtida erkak ayolga nisbatan zo'ravonlik qilib, uni zo'rlashga uringan. Qarshilik paytida ayol jarohatlangani uchun erkak uni dorixonaga chiqarishga majbur bo'lgan. Biroq pasporti va pulini o'zida olib qolgan. Ayol esa birinchi imkoniyatdayoq politsiyaga murojaat qilgan. Ayol politsiyaga murojaat qilgach, erkak unga tahdid qila boshlagan. Shundan so'ng politsiya xodimlari uni ish joyining o'zida qo'lga olgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, unga zo'rlashga, suiqasd qilish bo'yicha ayblov qo'yilgan. Preobrazhenskiy tuman sudi uni aybdor deb topib, 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilgan. Rossiyada pul yuborishda kurs ham, qulaylik ham muhim. Shu sabab o'tkazmalarni Arbuz ilovasi orqali amalga oshiring. Qalqon promokodini kiriting va baland kursda pullaringizni kartaga yoki naqd ko'rinishda yuboring va har bir o'tkazmadan cashback oling. Qizga jinsiy zo'ravonlik qilganlar 8,5 yilga qamaldi. Sud materiallariga ko'ra, 4 nafar O'zbekiston fuqarosi qizga nisbatan jinsiy zo'ravonlik qilib, unga pichoq bilan tahdid qilgan. Ko'p o'tmay ular Rossiyani tark etishga urinayotgan paytda Vladivostok aeroportida qo'lga olingan. Ma'lum bo'lishicha, ularning Rossiya Federatsiyasida qonuniy yurish muddati tugagan. Sud jarayonlari boshlanishidan oldin ayblanuvchilardan biri vafot etgan. Qolgan 3 nafar shaxsga esa Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 131-moddasi 2-qismi A va B bandlari bo'yicha aybdor deb topilgan. Oddiy tilda aytganda, bu oldindan til biriktirgan guruh tomonidan o'ldirish bilan tahdid qilib zo'rlash degani. Dastlab ularga 5 yildan 5,5 yilgacha qamoq jazosi berilgan. Ammo prokuratura bu jazoni sodir etilgan jinoyatga nisbatan juda yengil deb hisoblab, hukm ustidan shikoyat qilgan. Natijada apellyatsiya sudi prokuraturaning vajlarini qo'llab-quvvatlab, 3 nafar sudlanganning har biriga 8 yil 6 oydan ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlagan. Ular jazoni umumiy tartibdagi koloniyalarda o'taydi. Usuriysk rayon sudi 2 nafar O'zbekiston fuqarosiga nisbatan hukm chiqardi. Sud ma'lumotlariga ko'ra, ular yana 2 shaxs bilan oldindan til biriktirib, internet va onlayn messenjerlar orqali yirik miqdordagi giyohvand moddani sotishni rejalashtirgan. Ulardan biri tarkibida giyohvand modda bo'lgan og'irligi kamida 24,61 grammlik aralashmani qabul qilgan. Ushbu moddani Primeriya hududida zakladka usulida, ya'ni yashirin joylarga qoldirish orqali sotish rejalashtirilgan. Jinoiy rejada vazifalar ham oldindan taqsimlangan. Ular 2 avtomashinada harakatlangan. Biri esa oldinda yurib, yo'lda politsiya postlari bor-yo'qligini kuzatib borgan. Biroq huquqni muhofaza qiluvchi organlar ularni to'xtatgan. Ular qochishga uringan, ammo ta'qibdan so'ng Nadejdinsky tumanida qo'lga olingan. Sud ularni Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 30-moddasi 3-qismi hamda 228-prim 1-moddasi 4-qismi G bandi bo'yicha aybdor deb topgan. Oddiy tilda aytganda, bu yirik miqdordagi giyohvand moddani sotishga suiqasd qilish degani. Natijada ulardan biri 11 yilga, ikkinchisi 10 yilga qattiq tartibli koloniyaga hukm qilingan. Rossiya Ichki ishlar vazirligi Nelegal 2026 operatsiyasining birinchi bosqichi natijalarini e'lon qildi. Joriy yilning iyun oyida migratsiya sohasida 60,200 ta qoida
qoidabuzarlik aniqlangan. Jami 14600 nafar chet el fuqarosi Rossiya hududidan chiqarilgan. Bu raqam ma'muriy tartibda chiqarib yuborilganlar va deportatsiya qilinganlarni birgalikda qamrab oladi. Yana 29300 nafar chet el fuqarosiga Rossiya Federatsiyasiga kirish taqiqlangan. Chet elliklarni noqonuniy ishga jalb qilgan 10400 nafar ish beruvchi javobgarlikka tortilgan. Shuningdek, migratsiya sohasida 2000 ta jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruvda bo'lgan 301 nafar shaxs topilgan. Rasmiy xabarda jinoyat ishlari qaysi moddalar bo'yicha qo'zg'atilgani ochiqlanmagan. Yurist sifatida aytaman, chiqarib yuborish, deportatsiya va kirishni taqiqlash huquqiy jihatdan turli choralar. Qaysi chora qo'llanishi shaxsning hujjatlari va yo'l qo'ygan qoidabuzarlikka bog'liq. Rossiya Federatsiyasida chet el fuqarolarini telefon orqali nazorat qilish bo'yicha yangi tizim muhokama qilinmoqda. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligi o'rinbosari Igor Zubov Federatsiya kengashida yig'ilishida ma'lum qildi. Rejaga ko'ra, Rossiyaga ishlash yoki uzoq muddat yashash uchun kelgan chet el fuqarosi ro'yxatdan o'tish jarayonida maxsus elektron profilga ega bo'lishi kerak. Bu profil telefon bilan bog'lanadi. Oddiy tilda aytganda, davlat organlari ushbu tizim orqali chet el fuqarosining qayerda yurganini nazorat qilishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, hujjatlarning muddatini tugayotgani yoki davlat idorasiga borishi kerakligi haqida telefon orqali xabar yuborishi rejalashtirilmoqda. Hozircha telefon qanday bo'lishi, uni kim sotib olishi, mavjud telefondan foydalanish mumkinmi va yangi tartib qachon joriy etilishi aniq belgilanmagan. Ushbu ma'lumotlar bo'yicha hozirgi huquqiy maqom aniq. Bu muhokama qilinayotgan reja, amaldagi majburiy talab emas. Onasi o'ldirildi. 5 yoshli qiz qotil bilan bir mashinada qoldi. Lekin bu hali jinoyatning oxiri emas edi. Sud ma'lumotlariga ko'ra, Farhod Rahimzoda ayolda katta miqdorda pul borligini oldindan bilgan. U ayolni 5 yoshli qizi bilan odam yo'q joyga olib chiqib, unga 10 marta pichoq urgan. Qizaloq esa bu dahshatni mashina ichida ko'rib turgan. Keyin Rahimzoda ayolning puli va telefonini olib, jasadni mashinaga joylashtirgan. Eng og'ir qaror esa shundan keyin qabul qilingan. Qizaloq jinoyatning yagona tirik guvohi edi. Rahimzoda o'z jinoyatini yashirish uchun himoyasiz bolani ham bo'g'ib o'ldirgan. Ona va bolaning jasadlarini turli joylarga yashirib, ayolning mashinasini ham olib ketgan. U Qozog'iston hududida qo'lga olingan. 23-oktyabr 2025-yilda sud unga hukm chiqardi. Rahimzoda Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi 2-qismi bo'yicha 2 kishini, jumladan yosh bolani o'ta shafqatsizlik bilan o'ldirishda aybdor deb topildi. Shuningdek, 162-moddaning 4-qismi bo'yicha o'ta yirik miqdordagi bosqinchilikda ham aybli deb topildi. Prokuror umrbod qamoq jazosi so'ragan, ammo sud unga 23 yil berdi. Dastlabki 4 yilini qamoqxonada, qolgan muddatni qattiq tartibli koloniyada o'taydi. Unga 150 ming rublda jarima ham tayinlangan. Prokuratura vakilining sharhiga ko'ra, sud uning ijobiy tavsifnomasi 2 nafar kichik yoshli farzandi borligini va aybni qisman tan olganini hisobga olgan. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.